Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, aziz vatandoshlar. Mana navbatdagi obyektimizga darvozamizni olib kelib o'rnatib oldik. Xo'sh, bu darvozamizni Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz razmerlari, materiallari haqida sizlarga qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Avvalambor biz o'zimiz tanishtiraylik. Bizning seximiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida joylashgan. Bu darvozamizni Oltiariq olib kelib o'rnatib berdik. Xo'sh, bu darvozamiz razmerlari eniga 4,5 metr bo'lgan, balandligi 380 holatda bo'ldi. Materiallar bilan kelayotgan o'rta zamok ochiladigan stoykasi 12 ga 8 ikkinada bo'lgan. Listlarimiz 6 ga 4 bitta listda bo'lgan. Listlarimiz 2 listda bo'lgan. Taylari ham 12 shivili. Xo'sh. Darvozamiz ochilish qismidan ko'rsatamiz sizlarga. Bizga vatandoshlarimiz aytsa, darvoza o'rinda o'rnaydimi, shamol kelganda yopilib ketib qoladi yoki o'zi bir holatda turmaydi deydi. Agar darvozani o'rinda yoki lazerga qo'yadigan bo'lsangiz, darvozani ochiq holatda qo'ygan bo'lsangiz ham shu holatda turishi kerak. Mana darvozamiz yarim ochiq holatda turibdi. Do'stlar, mana yarim ochiq holatga kelamiz. Agarda o'rinda o'rnamagan bo'lsa, darvozamiz ochilib yopilib ketib qolishi kerak. Bu o'rinda o'rnaganda ketgan joyingizda turadi. Xo'sh, bu darvozamizni zamoga kelib o'tadigan bo'lsa, o'sha 5 tali zubr zamok. Darvoza ichida shundan qo'yib beramiz, zakazga qarab, o'zlari qanday zamok qo'yib bersa, shunga qarab qo'yib beraveramiz. Endi hammaga bu darvozamizning narxi qiziq. Avvalambor bu darvozamiz 1 metr kvadrati 750 ming so'mdan 1 million so'mgacha bo'ladi. Bu ko'rib turgan holatlaringizda bo'lsa, materiallar birga bo'lsa, 1 metr kvadrati 950 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka O'stonovga qilib beramiz. Keyin 750 ming, 700 ming holatlar qanaqa degan bo'lsa, listlar 1-2 yoki 1-3, 1-5, 1-8, 2 listgacha qilamiz. Bu darvozamiz esa 2 bo'ldi. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar, ma'lumotlar berib o'tamiz.